Bu Madina. U bir vaqtning o'zida chiroq, televizor, konditsioner, elektroplita, muzlatgich, mikroto'lqinli pech ishlatadi. Elektromobilini zaryadlaydi. Kompyuterni ham tunu kun yoqib qo'yadi. Bu esa Umida, aqlli qiz. U keraklisini yoqadi. Xonadan chiqqanda elektr jihozlarini albatta tokdan uzadi. Tejamkor qizda barakalla. Lekin oy so'ngida elektr uchun haq to'laganda amaldagi tartib bo'yicha davlat subsidiya shaklida ikkala qizning o'rnidan ham bir xil foizda haq to'lab beradi. Shunda Madina 80 ming so'm, Umida esa 10 ming so'm foyda ko'radi. Adolatsiz-ku deysizmi? Endi unaqa bo'lmaydi. 1-maydan hamma ishlatganiga qarab haq to'laydi. Oyiga 200 kWh-gacha 450 so'mdan, oyiga 201 kWh-dan 900 so'mdan, oyiga 1001 kWh-dan esa 1350 so'mdan va hokazo. Madinaxon, endi siz ham Umidadan o'rnak oling. Kamroq ishlatib, tejasangiz kamroq to'laysiz. Darvoqe, narxlar oshishini Umidaga o'xshaydigan aholining asosiy 75-80% deyarli sezmaydi. Tejamkor bo'ling, pulni ham tejang.